Assalomu alaykum mehribonlarim. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Sog'liklar yaxshimi? Sog'-salomat yuribsizlarmi? Yana bir yangi o'yinimizni o'ynab ko'ramiz. Qani ko'raylikchi, buni qanaqa qilib kiyintirsak bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Bayramga ketyaptimi, bir to'y tomoshaga ketyaptimi bilmayman. To'g'risi bu o'yinda men ham yangi. Birinchi marta o'ynab ko'rishim va qaysi libos bu qizchamizga mos keladi. Birinchida turganimi, ikkinchida turganimi yoki uchinchida turganimi? Buni qayerga ketayotganini men bilmayman, shuning uchun qaysi libosni kiydirishni bilmayapman. Hozir sizlar bilan birgalikda buni chiroyli qilib bezantirib, kiyintirib qo'yishimiz kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi libosni kiysa yaxshiroq? Kommentariyada yozib qo'ysalar ham bo'laveradi. Xo'sh, buni tanlaymiz. Endi esa bunga mos soch turmagini tanlashimiz kerak. Menimcha bu mos keladi. Malikaliga o'xshab bo'ldi. Endi esa bu tuflini tanlaymiz. Voy! Shahzoda buni rad etib yubordi. Bu libos Shahzodaga yoqmabdi. Yoqmabdi. Nima deb o'ylaysizlar? Boshqa qanaqa libos kiydirsak Shahzodaga yoqadi? Qolganlar esa ustidan mazah qilib rosa kuldi. Bu stilda kiyinish bunga yarashmabdi. Juda ham xunuk stil shekilli. Boshqatdan kiyintirib ko'ramiz. Endi bunga qaysi libos kiydirib ko'raylik? U libos yarashmabdi. Bunisini kiydiraylikmi? Xo'sh, bunisini kiydirsak bo'lmasa kerak. Voy, yarasa chiroyli bo'ldi. Endi esa men bu tufli juda ham svetmos ekan. Ana. Voy, nimaga rad etadi? Shunday chiroyli qizni rad etar ekan. Nima bo'ldi? Men rad etaveradi ana Shahzoda. Yoqmabdi. Xullas, boshqatdan kiyintiramiz. Boshqatdan kiyintirib olib kelamiz. Yoqmayapti. Qolganlar esa mazoq qilyapti ustida. Sizlar qaysi kiyimlarni kiydirib ko'rgan bo'lardinglar? Kommentariyada yozib ketinglar. Endi esa bunga mana bu libosni kiydiramiz. Mana bu soch turmagini tanlaymiz. Malikaliga o'xshab bo'ldi. Mana bu tuflini tanlaymiz. Voy, turmushga chiqish taklif etdi. Bittada taklif etdi, ko'ryapsizlarmi? 3-urinishimizda biz uni libosini topa oldik. Mana shu libosni, mana shu stilni kim o'ylab topdi birinchi o'rinda? Kommentariyada yozib ketinglar. Mana shunaqa libos tanlang, Kaysaxon deganlar kim bo'ldi? Yozib ketishingiz mumkin.